Men Bozor va Gulbahor Pahlavon mahallasida yashovchi. To'rayeva Azizbek o'g'lim uchun yordam so'rab, sayyor qabulga tuman hokimining yoniga borgandim. Rahmat hammasi uchun mana murojaatimizni qabul qilib, o'g'limni doira bilan ta'minlab berdilar. Assalomu alaykum. Men Pahlavon mahallasida yashovchi To'rayeva Azizbek bilaman. Shu onam mahallaga hokim bobomizga shu murojaat bilan chiqqandilar. Shu murojaatimizni yerda qo'yirmay, tumanimiz madaniyat boshqarmasi tomonidan yetkazildi. Ularga kattagon rahmat aytamiz. Xudo xolasa undan keyin ham tumanimizda, viloyatimizda obro'yini yuksaklarga ko'tarib, xudo xolasa yaxshi yurtimizga xizmat qiladigan yaxshi doirachilardan bo'lib yetishamiz. Davlatimiz rahbari tomonidan ilgari surilgan xalq davlat idoralariga emas, davlat idoralari xalqqa xizmat qilishi kerak degan tamoyil davlat siyosatining eng ustuvor yo'nalishlaridan biriga aylangani albatta bejizga emas. Yaxshi insonsiz. Men Tursunova Saodat, Navoiy viloyati Karmana tumanining Narpay mahallasida 30 yildan oshiq yashab kelyapman. Bog' ko'chamiz necha yillardan beri asfaltlashtirilmaganligi sababli bir necha bor murojaatga chiqib biz asfaltlashtirishga erishdik. Mana hozir ko'chamiz juda ham chiroyli bo'lgan, keng bo'lgan. Avvalgi ko'chamizda eski rasm lavhalarini ham men viloyatlarga ham, Karmana tumanlariga ham tashlaganimda ular ham ko'rib juda ham hayron qolgan. Shunchalik chuqurlarimiz ko'pdiki, umuman bironta transport kirmasdi. Taksilarimiz umuman yo'q, bu ko'chaga kirmaymiz deb turardi. Hozirda hammasi Xudoga shukr uchib kirib bemalol yurishibdi. Mana nevaralarimiz va farzandlarimizni hammasi chiqib, varraklar uchirib, kecha Ramazon hayitlarida ham juda ham chiroyli bo'ldi. Avvalo viloyat hokimi Norman Tursunovga, Karmana tumani hokimi Valijon Adizlarga katta rahmat aytaman. Ularning qo'l ostida ishlayotgan obodonlashtirishdagi xodimlarga, hammasiga o'z minnatdorchiligimni bildiraman. Mamlakatimizda fuqarolarning murojaatlariga vaqtida javob berish, ularda ko'tarilgan masalalarni ijobiy hal qilish bo'yicha o'ziga xos tizim shakllantirilgan bo'lib, Karmana tumani hokimi tomonidan o'tkazilayotgan sayyor qabullarda ham fuqarolarning murojaatlari ijobiy hal etib kelinmoqda. Men Ashurova Dilshoda mana shu Hazara mahallasida yashayman. Men Karmana tumani hokimligi sayyor qabuliga borib uyimning remonti bo'yicha murojaat qilgan edim. Hokim rahbariyati, mahalla rahbariyati barchasi mening murojaatimni inobatga olib, uy ta'miriga yordam berishdi. Men ularning yordami bilan uyimni remont qilib oldim. Shu fursatdan foydalanib men tuman va viloyat hokimligiga, qolaversa bizning mahalla mas'ullariga o'zimning minnatdorchiligimni bildiraman. Mening yolg'izligimni bildirmasdan shunday yordam berib o'tirgan barcha rahbarlarga rahmat aytib qolaman. Sizlarga rahmat. Men Safarova Zulfiya. Mana veram hozir 14 ga kirdi. Lekin qulog'i shunday nima bo'lgani uchun gapirolmaydi ham, eshitmaydi ham. Hokimiyatga murojaat qiluvdik. Hokimiyat Xudoga shukr qulog'iga qo'ygan apparatlarni berdi. Xudoga ming qatla shukr. Hokimiyatga ham, boshqalariga ham rahmat. Shu ishlarni qilganlari uchun ilohim bolalarni boshiga sog' salomat bo'lsinlar. Ko'zlari yosh ko'rmasin, yuraklari g'am ko'rmasin hammasini ham. Men Ahadova Feruza, Yangi Varq mahallasida yashayman. Mening farzandimning sog'lig'ini mazasi yo'q edi. Men hokim buvini sayyor qabuliga keldim. Mening murojaatimni ijobiy qabul qilishdi va tegishli joylarga aytishdi. Barcha menga yordam qilganlarga rahmat aytaman. Shu qatorida hokim buvimizga ham rahmat. Shu xalqlarning murojaatini eshitib ijobiy qabul qilib berganlar uchun ming rahmat aytaman.